Assalomu alaykum. Barchangizni g'oyibona ko'rib turganimdan juda xursandman. Sizlar bilan oilangiz eksperti, supplementolog, nutritsiolog, dietolog, psixolog, bolalar va ayollar massajisti Navoiy viloyatida joylashgan Sohibot Olmazona Salomatlik akademiyasining rahbari men Sohibot Olmazonaman. Ushbu videom sog'liqdan charchab ketgan, sog'lom bo'lish yo'lini topolmayotgan, vrach-mavrach bo'lib, tabiblarni ko'rib, psixolog xizmatiga yozilib ham sog'liqdagi muammolarni ildizini topolmaydigan insonlar uchun. Siz ayol kishisiz yoki qiz farzandingiz bor, oilada necha yosh vakillar bo'lishidan qat'iy nazar, oila ekspertlari har bitta kasallikni kelib chiqish sababi bo'yicha masofadan turib sabablarni va aniq muammolaringizni ildizini topib berish va undan tashqari tabiiy yechimni berish imkoniyatiga ega. Siz dunyoni qaysi burchagida yashashingizdan qat'iy nazar, sog'lig'ingizdagi muammoli kasalliklarning aniq sababi aslida qayerda, onlayn va offlayn konsultatsiyalarimiz mobaynida bilib olishingiz mumkin. Hattoki bitta muammo